Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Xudoga shukr ki fi'lan bir ne'mat azim, bir ne'mat kattasidan bizlarni barxurdor qildiki, bu iborat az qordi. Shukr qilishlik kerak. Ammo ba'zi kishilarga xeyli saxt tomon bo'ladi. Shu asosdan xohladim ki sizlarga bir payon bersam, shaxsiyatlarki zamoni guzashtaga qor kechalariga, zamiston kechalariga zaif kishilarni va faqir kishilarni borib hollaridan ahvol olgandan so'ngra kelib Robbil alaminga qo'l ko'tarib duo qilaydi. Allohumma in mata ju'an fala tu'akhizni. Ey Robbim, agar bu kecha biranta g'arib, biran faqir, biran beva kishi, yatim kishilardan agar ochlikdan o'lgiday bo'lsa, meni muoxiza qilmagin. Tavonimga boricha vaso qudratimga boricha fuqaro va masokinni yo'qladim. Va ko'rpasi yo'q kishilar, lihofi yo'q kishilar va qiyinchiliklarga yurayotgan kishilar qorlarni tagiga zindalik qilib kecha o'tkazayotganlarga yeltib, libosu, ko'rpa va hamma narsasini barollagandan so'ngra duo qilaydi. Allohumma in mata uryanan fala tu'akhizni. Ey Robbim, agar biranta shu kecha bir ko'rpa va kampal topolmaganlikdan yo ustiga kiygiday biron narsa topolmaganlikdan agar dunyodan ketsa, meni muoxiza qilmagin deb. Agar xohlasaki yaxshi shaxsiyatlar bor, vali faqirda obro'yini hifz qilib boshqalarga ayta olmaydi, mana shunday zamiston saxt pillalariga aziz boylar, aziz tojirlar, aziz boybachalar, sizlarga aytamanki, shunday kechalarga boyad bularni qo'lidan ushlashlik kerakdi. Qaysi u shaxsiyatiki va hamisha gunoh va ma'siyat bilan o'tgan edi. Avliyo ikromlardan birtasi xobga ko'radiki, jannat Alloh taologadir. So'raydi, nima bois bo'ldi sizni jannatga kelishingizga? Aytadi, bir qor kechasiga, saxt kechaga men darvozamdan chiqdimki, bir faqirni o'yini taqillatdim borib, hatto bir hafta bo'layotganki hech narsa yegani yo'q, hatto lihofi ham yo'q ekan, eltib ham ko'rpa va lolun va tamom narsasini tuzatib bergandan so'ra non ham berdim. Ba'dan jo'nadim, boshqasini bilmayman. Ammo u shaxsiyat duo qilgan ekanki, haqqiga, ey Robbim, bu meni obro'yimni hifz qildi. Qiyomat kuniga buni obro'larini sen hifz qilgin. Va shu sabab bo'ldiki, Alloh Taolo tamom gunohlarimni maaf qilib va mustahiqi jannat aylantirdi. Bori degar aytamanki, faqir kishilar, beva kishilar, yatim kishilar va sag'ir kishilar, g'arib kishilar mana Ramazon muborak ham ilgari bizga Alloh Taolo bu ne'matni ham bizlarga nasib qildi. Ammo ba'zi kishilarga og'ir tushadi, bu ko'p saxt va qiyinchilikka o'tkazadi. Bularni qo'lini ushlashlik kerak. Va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.